Transport vositasi ijaraga berilgan taqdirda unga yetkazilgan zarar uchun kim javobgar bo'ladi? Bugun ushbu masalani ko'rib chiqamiz. O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi bo'yicha transport vositalarini ijaraga berish asosan ikki xil shaklda amalga oshiriladi. Ya'ni transport vositasini haydovchi bilan ijaraga berish yoki transport vositasini haydovchisiz ijaraga berish shaklida amalga oshiriladi. Asosan bundan transport vositasini haydovchisiz ijaraga berish shartnomalari ko'pincha tez uchrab turadi. O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi bo'yicha transport vositalarini ijaraga berish shartnomasi yozma shaklda tuzilishi va notarial tartibda tasdiqlanishi shart etib belgilangan. Bundan faqatgina yengil turdagi transport vositalarini ijaraga berish bilan shug'ullanuvchi korxonalar tomonidan 30 kundan ortiq bo'lmagan muddatga ijaraga berish holatlari mustasno hisoblanadi. Qolgan barcha holatlarda transport vositasini ijaraga berish yozma shaklda tuzilishi va notarial tartibda tasdiqlanishi shart etib belgilangan. Xuddi shuningdek, transport vositasiga yetkazilgan zarar uchun kim javob berish masalasida Fuqarolik kodeksida bu talablar ham keltirib o'tilgan. Agarda transport vositasiga yetkazilgan zarar ijaraga oluvchi tomonidan yetkazilganligi o'z isbotini topadigan bo'lsa, buning uchun ijaraga oluvchi javobgar hisoblanadi. Xuddi shuningdek, ijaraga berilgan transport vositasi bilan ham zarar yetkazilishi mumkin. Ushbu holatlarda javobgarlik agarda transport vositasi haydovchisiz ijaraga berilgan bo'lsa, buning uchun ijaraga oluvchi javobgar hisoblanadi. Ammo amaliyotda transport vositalari asosan yozma shaklda emas, shunchaki og'zaki shaklda tuziladi yoki yozma shaklda tuzilgan taqdirda ham notarial tartibda tasdiqlanmaganlik holatlari tez uchrab turadi. Fuqarolik kodeksi talablari bo'yicha bitimning yozma shakliga yoki notarial tartibda tasdiqlanish shakliga rioya qilmaslik uning o'zidan haqiqiy emasligiga olib kelishi mumkinligi belgilangan. Ya'ni siz bitimni, ya'ni ijara shartnomasini yozma shaklda tuzmaydigan bo'lsangiz yoki notarial tartibda tasdiqlamagan bo'lsangiz, ushbu bitim o'zidan haqiqiy emas deb topilishi mumkin bo'ladi va o'z navbatida ushbu bitim haqiqiy emas deb topilgan taqdirda siz transport vositasiga yetkazilgan zararlar va boshqa to'lovlar masalasi bo'yicha ijaraga oluvchiga talab qo'ya olmaysiz. Bunday holatlarda qanday yo'l tutish talab etiladi? Ushbu holatda siz ushbu bitim tuzilgan deb topish masalasi bo'yicha fuqarolik ishlari bo'yicha tumanlararo tuman shahar sudlariga da'vo ariza bilan murojaat qilishingiz talab etiladi va sudda siz ushbu bitim bo'yicha o'z majburiyatlaringiz bajarilganligini isbotlab berishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni siz ijaraga berish shartnomasi bo'yicha transport vositasini ijaraga berganligingiz yoki boshqa majburiyatlar bajarganligingizni isbotlab beradigan bo'lsangiz, sud tomonidan ushbu bitim tuzilgan deb topilishi mumkin bo'ladi va sud tomonidan ushbu bitim tuzilgan deb topilgandan keyin siz ijaraga oluvchiga transport vositasiga yetkazilgan zararlar va boshqa to'lovlar masalasi bo'yicha talab qo'yishingiz va ularni undirishingiz mumkin bo'ladi.